Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 29-aprel 2025-yil. Yana bir laboga mana ko'rib turibsizlar, chiroyli bo'lgan tun kashfga aniq bo'ldik. Labomiz egalari YouTube kanalimizdan ko'rib Namangan viloyati Xop shahridan ketdi. Hop. Video boshida aytib o'tamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Svetofor yaqinida joylashgan. Bunaqa ashibkalarni 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Tayyorlangan zakotovkalar doim bo'ladi bizda. Hop, mana rezinkasi alohida sotiladi. Shunaqa to'liq tushaydigani bor. Bir yoni shunaqa silliq pichotga bo'ladi, bir tomoni bunaqa tangachalik, ichlarida ipi borli 1 sm toshkentning rezinkasi bo'ladi. Ichlardan penoplekslar tiqiladi, xolasalar shumka qilinadi, konteyner pol qilinadi. Arzonroq varianti bo'lsa, tunikani o'zini ham qilib berishimiz mumkin ichlardan. Buni ichlardan polni shumkalari qilingan. Mana bunaqa sondiqchalari ham bor. Sondiqchalarni qo'yib qo'ydik mana. Mashina kalitiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shu holatda mana ochiladi. Troslar qo'yib qo'ygan. Mana bu joyga agnoshital arqon damkaratlar bemalol siqib ketadi. Akkumulyatorda loy chachmasligi uchun qo'shimchasi yana bir yonidan o'zining rangidan birga-bir qilib mana shu holatda yopiladi. Yopilganda mana bu loylar chachrasa akkumulyatorga tegmaydi. Shunaqa narsasidan qo'yib ketilgan. Sondiqni ko'rgansizlar, 2 xil varianti bor. Bunaqa kalitni o'zi ochiladigan bor, knopkaligi ham bor. Alohida qo'yib berishimiz ham mumkin. Tunukalari qo'yilgan bo'lsa, akalarga bemalol mana shu ekrandagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Hop, ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlarga, yaqinlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni ham kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.